Andijonda qirg'izistonliklar uchun xususiy premium raddumda farzandli bo'lish necha pulga tushadi? Podpiska bosib, videoni oxirigacha ko'ring, hammasini bilib olasiz. Smile Baby tug'ruq markazimizda hamma xonalar bir kishilik, bu lyuks palatamiz $32 bo'ladi. $32 ichiga nimalar kiradi? Turma xil issiq ovqat, qarovchi uchun joy, konditsioner, televizor, idish-tovoqlar, postelniy, sochiq va xalat, banni xalat и vrach nazorati kiradi. Bu VIP palatamiz $42 bo'ladi. Bu yerda ham postelniy, sochiq, xalat, televizor, konditsioner, sanuzelda dush hamma narsa kiradi. Keyin ro'tzaldan keyin chiqqandan keyin ham lyuks palatamizga, VIP palatamizga ham dekorli qilib, chiroyli qilib sharlar bilan yasatib beramiz. Bu tug'ruq zalimiz. Tabiiy tug'ruqimiz $242 bo'ladi. Birinchi kesirvamiz $400, ikkinchi kesirvamiz $500 bo'ladi. Bu narxlarda ichiga nimalar kiradi? Bu narx ichiga onamiz uchun nachinushka, домашний тапочка, pampers, kerakli dorilar, bolasi uchun bana birinchi kiyimi, plyonka, adyallar kiradi. Smile Baby tug'ruq markazimizda chet eldan ham kelib tug'ruq qilishingiz mumkin. Bizda 2 martalik emlash va tug'ilganlik haqida guvohnoma beriladi. Smile Baby ishonchli va zamonaviy tug'ruq markazi. Bu yerda nafaqat chaqaloq, balkim onalar ham yangitdan hayot boshlaydi. Murojaat uchun ushbu raqamlarga aloqaga chiqing, batafsil ma'lumot olasiz.